Hozir ko'rib turganingizdek, uyni isitish bo'yicha gaplashamiz. Mana bitta misol tariqasida hozir bitta uyni oldik. Mana bu spalniya. Spalniyaga mana ko'pchilik mana bu yerga 10 ta radiator qo'yib qo'yadi. To'pli pol qilmaydi. Shu joy taxminan 25-30 kvadrat atrofida bo'lsa, bu uyga 10 qovurg'a yetmaydi. Nimaga? Mana ko'rib turibsiz, bu yerda katta terrasa katta romi bor. Hozir kunda bilsanglar moda bo'lib ketdi, katta qo'yishlar. Mana shuni hisobiga bu yerga 10 ta kamlik qiladi. Buni hisobini olib turib, balkim 15 ta qo'yish kerak bo'lishi mumkin. Paterasini hisoblash kerak bo'ladi. Mana qarang, bu yerda tarsovoy 2 ta devorlagan spalniyada tarsovoy 2 ta. Mana ko'rib turibsiz, bu yog'i va bu yog'i. Va shuni hisobini ham olish kerak bo'ladi. Keyin masalan spalniyni polini to'pli pol qilmadingiz, beton bo'ldi. Beton bo'ldi, bunga yarasha yana paterasi qo'shiladi. Va shuni hisobiga bu uylar isitishligi ancha qiyin bo'ladi. Keyin detskini misolga olsak, mana keyingisi detski mana. Bunga ham batareya oyna tagiga masalan 10 ta qo'yib qo'ysangiz, bunda ham isimaydi. Nega deganda detskingizga yo xona kichkina deyishingiz mumkin, lekin bu yerda katta rom bor va devorlari ko'rib turibsiz, tarsoyni ikki tomoni tarsoy bo'lib turibdi. Va bu tarsoyni ham hisobini olishingiz kerak. Detskiga keyin to'pli pol qilmadingiz, to'pli pol yomon deb turib. Va shuni hisobiga to'pli pol mana bu yerga qilmadingiz va 10 ta radiator qo'ydingiz, bu uy ham isimaydi. Bu uy isitish uchun to'pli pol qilmadingizmi, shu to'pli pol qilinmagandan keyin shunga yarasha issiqlik quvvat qo'shish kerak bo'ladi. 10 ta emas, balki 20 ta qo'shish kerakdir. 20 ta seksa radiator qo'shib chiqasiz keyin. Xo'p, keyingi masala, kuxnya mayli, bir xil kuxnya issiq bo'ladi dedi, shunga ham radiator qo'ymaydi. Mana shu yerga bitta radiator qo'yib yuborish kerak romi tagiga. Chunki kuxnya gaz yoqib isitmaysa uni, o'ziga yarasha, o'sha xonaga yarasha radiator qo'yib, tanlab qo'yib ketish kerak bo'ladi. Mana keyin zalga keldik. Mana zalga ko'rib turibsiz, zalda ochiq terrasa bor ekan. Bu yerga xohlasangiz, hozirgi kunda konvektorlar bor. Mayda setkali bilsanglar, pol bilan bir tekis turadi. Shunaqa konvektor qo'yib qo'ysangiz, yozgi kunda ochib qo'yasiz, qishki kunda yopib qo'yasiz. Bu yerdan tepli pateri katta bo'lgani hisobiga konvektor maslahat beriladi. Konvektor ancha issiqlik berishi yuqori uni. Ichida kullerlari bo'ladi, o'ziga yarasha datchilari bo'ladi, xona haroratiga qarab turib ishlaydi. Va bunga mana bitta konvektor qo'ydingiz, keyin mana bu rom tomoni bor ekan, yo rom tomoniga mana shu yerga bitta radiator qo'yib yuborishingiz kerak bo'ladi. Agarda shu radiatorlarning hisobini olib, uyga masalan bu yerga to'pli pol qilgan bo'lsangiz ham, zalda ko'ros 3 tomoni bo'ladi. 1, 2, 3. Tarsoy devorlar 3 ta. Shuni hisobiga, tepli paterasi katta bo'lgani hisobiga radiator sonini ham ko'paytirasiz. Shu narsalarga ahamiyat bersanglar, uyinglar xudo xolasa isiydi. Aynan shu tepli pateraning hisob-kitobini olib, uyni isitishni o'rganish kerak. Agar shuni haqida ma'lumotlar kerak bo'lsa, pastda telefon nomer qoldiramiz yoki bo'lmasa shu haqida to'liqroq bu narsa kerak bo'lsa, formulasi kerak bo'lsa, Telegramga yozsanglar, tashib beramiz. Hisob bo'lasizlar.